Barchaga salom do'stlar. Sizlar bilan bugun Brocraft biz bugun temir odam motor sinab ko'ramiz. Mana bunday qobiliyatlarga ega bo'lgan temir odamni sinab ko'ramiz. Hozir sizlarga kiyib ko'rsataman. Ko'rasiz hozir mana bunday yurash beradi buni kiysangiz. Albatta bu kreativ uchyapti deb o'ylashingiz mumkin va bu yolg'on. Hozir ko'rsataman. Mana bu sozlamaga o'tamiz. Silvarga o'tib olganimizdan keyin hozir o'tamiz va uchib ko'rsataman. Mana bunday tarzda o'tirgan holda uchishingiz mumkin bo'ladi. Вообще tez. Albatta bu modni o'zini animatsiyalari ham bor. Va bu modda albatta boshqa modlar kabi boslari ham bo'ladi va strukturalar ham qo'yadi. Ko'ryapsizmi animatsiya nodaligini? Shunday mod bilan o'ynash qanday mazza ya. Bu mod bizning Telegram kanalda bo'ladi. Hozir kiritib o'tamiz. Bunday narsalarni hozir yechib tashlaymiz. Hozir boshqa mana bosslarni ko'rsataman. Ikkita boss qo'shilgan bo'ladi. Ularning o'zining joylashuv joylar bo'ladi. Hozir bunisi bunday katta gigant va ikkinchisi mana bunday elektro odam bo'ladi-ku o'sha. Bulardan albatta kostyumlar tushadi. Bu kostyumlardamida sizlar bularni kiyimlarini sinab ko'rib, o'zingiz mazza qilib bularning o'rniga o'ynashingiz mumkin. Hozir buni o'ldirsam tushish kerak. O'ldiramiz. O'l. Hozir qilishni olamizda, so'yib yuboraman. Mana senga, mana, o'l. Yerimiz, o'l. Yerimiz o'lmayapti. Krasnov ko'rsatib beraman. Mana shunday kiyim bo'ladi. Mana ikkovining kiyimlari. Mana shunday kiyimni qo'shilgan. Buni juda katta bo'lgan temir odamni qo'shadi. Mana bunday katta temir odamni qo'shadi. Albatta bu temir odam uy bilan bir bo'yga ega 3 blokka teng. Mana ko'rasizlar. Qaranglar, 3 blok. Balandlik bo'lasi lekin ekranimda ko'rinadi. Mana bu kiyimdan sig'mayapti, hozir ko'rasiz. Mana bunday elektr simlarni qo'shadi va bu simlar orqali hamma jonzotlarni ushlab, qiynab, bloklarni sindirib, urib tashlashingiz mumkin bo'ladi. Hozir mana shunday. Nega telefon qatdi? Nimaga bu yerga yonyapti? Yo'q, nimaga yonyapti qishloq? Yaramas. Bu temir golem bilan bu temir kattasi bor edi bu yoqqa qo'yganimiz. O'sha ikki urushib ketibdi. Qanday siz qaysinga tikasiz? Agar bu temir odam yutsa, obuna bo'lasiz. Agar golem yutsa, like bosasiz. Qanday kim yutadi? O'lmaydigan o'xshaydi. O'lmayapti. O'ldirib qo'yqalik qani. O'l, yerimiz o'lmayapti. Nima bu o'lmaydi u? Вообще katta joni bor-da buni. Yaramas, joni ko'p ekan. O'ldiramiz hozir, o'ldiramiz. Mana senga qiynab o'ldiraman seni. O'lmadik hozir temir odamga aylanaman-da, shunaqasi uraman. Mana senga. Mana. Temir odam kostyumi yo'q ekan bizda, hozir olib ko'rsataman. Nima kuchi kam desam buni? Hozir 5-darajasini olamizda kiyib ko'rib o'zini yo'q qilaman. Hozir bitta qobiliyatni olaman. Mana bunday qobiliyati bor buni. Mana senga. Yaramosh o'ldi. Mana shunday qobiliyatlar bilan mazza qilib o'ynashingiz mumkin. To'xtaydi. Bu nima edi? Voy, yaramas. Kim qurib ketdi buni? Kim qurdi buni? Yomon bo'ldi-ku bu. O'zimizda unaqa videodan chaqirmagan holda temir odam modlarini ko'rsatishda davom etaman. Hozir ko'rsataveraman. Hozir sizga bularni qayerdan olishni ham o'rgatishingiz kerak-ku. Hozir yana istab yurmang. Hozir mana bunday narsa bo'ladi hozir. Mana bunday menyu sochilar bosib tursangiz, ichiga kirganingizdan keyin birinchisi bo'lmaydi, qo'yalarda albatta bor. Bu narsani qanday sotib olaman deyapsizmi? Mana bunday ruda qo'shadi o'zi. Mana shu rudani ko'ylagan holda mana bunday hozir ko'rsataman narsaga erishishingiz mumkin bo'ladi. Bu narsani orqali siz bemalol sotib olishingiz mumkin. Narxlar albatta ichida yozib qo'yilgan.
Shu uchala narsa orqali siz bularni yasatingiz mumkin. Eng oson narsalardan ekan o'zi. Bu narsa lekin qattiq sinadi. Juda sekin sinadi xolos. Shundan keyin endi yana sizga nima ko'rsatay? Qobiliyatlarni. Bu modda albatta har xil temir odamlar bor va ularning qobiliyatlari ham o'zgacha. Hozir sizga birortasini olib ko'rs. Stop. Siz mening hozirgi kanalimga obuna bo'lgansiz. Iltimos, kanalga obuna. Men sizlarga temir odamlarning hammasini emas, bir ikkitasini qobiliyatini ko'rsatib o'taman. Bular ham o'zigacha qobiliyatlarga hammasida bo'ladi albatta qobiliyat. Hozir ko'rsataman. Mana bu yerga o'tamizda. Mana shuncha qobiliyat bor. Albatta har birida bittadan bo'lishi mumkin. Har xil ko'plab bor. Men xolasini ko'rsataman. Mana bunday kiyib olamiz hozir. Kiyib olgandan keyin mana shunday narsa beradi bu. Hatto qalqon ham bor. Albatta buni shift orqali ishlatsangiz bo'ladi mana. Va shunday shift qilsangiz вообще do'st o'tmaydi. Va ba'zilarda mana bunday pichoqchalar. Yana eng zo'ri ba'zilarda shunday temir odam bilan ajralish modi ham bor. Kuchlari ham borda. Shunday narsalari borki bularda. Siz ko'rib hayratga tushasiz. Bir urib o'zingizga qaytarib kiyimingizni olsangiz bo'ladi. Va bu hammasi bitta modda shuncha narsa mujassam. Qanday mazza. Agar hardcore qilmoqchi bo'lsangiz ham bor, survival qilmoqchi bo'lsangiz ham bor. Videolaringizga ham bemalol mos tushadi. Albatta bu bizning Telegram kanalda bo'ladi. Telegram kanali ссылкасы esa описаниеda. Barchaga xayr do'stlar. Sizlar bilan bugun Blue Craft bo'ldi. Kanalga obuna bo'ling va shunday qiziqarli videolarni biz tez chiqaramiz.